Minecraft dunyosini boshlashning eng yaxshi yo'li nima ekanligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Agar shunday bo'lsa, bu video siz uchun. Men sizga tez rivojlanish uchun maslahatlar va usullar bilan o'ynashning eng yaxshi usullarini ko'rsataman. Shuning uchun keling, to'g'ridan-to'g'ri ishga kirishamiz. O'yin rejimini survival yoki hardcore qilib belgilaganingizdan so'ng siz o'yinga qo'shilasiz va sizda birinchi tun tushgunigacha 10 daqiqa vaqt bor. Birinchi quyosh botishidan oldin bir nechta narsalarni yig'ishimiz kerak. Ulardan biri ish qurollaridir. Hech bo'lmaganda toshli qurollar yasang. Shuning uchun tezroq narsa yasash uchun yog'och topishga harakat qiling. Va agar siz sahroda paydo bo'lgan bo'lsangiz, unda men sizga achinaman. Iloji boricha tezroq yog'och topishga harakat qiling. Agar sizda yog'ochdan yasalgan kirka bo'lsa, asboblaringizni yangilash uchun boring va tosh mining qiling. Bundan tashqari boshqa yog'och asboblarni yasashdan foyda yo'q. Bundan buyon ularni toshdan yasashingiz mumkin. Agar siz bironta temir topsangiz, uni olganingizga ishonch hosil qilib qalqon yasang. Qalqon o'yin boshida juda ham foydali, chunki sizda bronza yo'q va qalqon hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Yana bir muhim narsa bu oziq-ovqat. Shuning uchun o'yin boshida iloji boricha ko'proq urug' yig'ishga harakat qiling. Agar biror hayvonni ko'rsangiz, uni o'ldiring. Har qanday o'tni ko'rsangiz, sindiring va urug'larini oling. Hattoki suv o'tlari va baliqlar ham boshida ajoyib oziq-ovqat manbai bo'lishi mumkin. Lekin ko'rib turganingizdek, asta-sekin qorong'u tushmoqda. Tunda moblar bilan jang qilmaslik uchun bizga divan kerak. Buning uchun 3 ta qo'yni topib, ularni o'ldirish zarur. Keyin shunchaki junlarni olib divan yasang. Lekin agar siz ip topsangiz, ular orqali ham jun yasashingiz mumkin. Divan topishning yana bir usuli uni qishloqdan o'g'irlashdir. Qishloq, shuningdek uning atrofida yotqizilgan pichan o'ramlaridan ajoyib oziq-ovqat manbai sifatida foydalanishingiz mumkin. Oxirgi qadam uxlayotganda yoki uyg'onish paytida moblardan himoyalanish uchun kichik bunker qurish. Kulba hech qanday ajoyib narsadan yasalishi shart emas. Birinchi kechada loyli bloklardan foydalanganingiz ma'qul. Agar siz uxlay olsangiz, siz allaqachon o'yinni yaxshi boshlagan bo'lasiz. Ertasi kuni biz biroz atrofni o'rganishimiz mumkin. Agar biron bir ibodatxona, qishloq yoki buzilgan kema topsangiz, ularni loot qiling. Dastlabki o'yinda bu sizga tezroq rivojlanishga yordam beradi. Men bu cho'ldagi ibodatxonani paydo bo'lgan joyimning atrofidan topdim va ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ko'p foydali narsalar mavjud. Kichkina sarguzashtdan uyga qaytganingizdan so'ng ketmonni ushlab, barcha urug'larni ekkaningizga ishonch hosil qiling. Qilishingiz kerak bo'lgan yana bir narsa keyinchalik ferma qurish uchun tuzoqqa tushishi mumkin bo'lgan hayvonlarni qidirib topishidir. Siz ularni bug'doy yoki sabzi bilan boqishingiz mumkin, yoki agar sizda ular yo'q bo'lsa, shunchaki ularning atrofiga panjara qurishingiz mumkin. Endi yotishga joyingiz va bir ikkita jonivorlaringiz bor. Keling, yer ostiga kirib biroz kon qazaylik. Sizning maqsadingiz temir zirh va asbob yasash uchun biroz temir topishdir. G'orlarni o'rganayotganda qalqonga ega bo'lish juda foydalidir. Lekin boshqa rudalarni ham qazib olishni unutmang. Mash'ala yasash va pechda ishlatish uchun biroz ko'mir ham olganingizga ishonch hosil qiling. Lapis esa bizga keyinchalik qurollarni kuchaytirish uchun kerak. Shuningdek, sizga uchragan har qanday redstone'ni oling, chunki u sizga turli fermalarni qurishda kerak bo'ladi. Oltin ham temir kabi saqlashingiz kerak bo'lgan yana bir rudadir. Shunday ekan, uchragan barcha oltinlarni qazib oling va bu yerda bo'lganingizda chuqur qorong'u biyomdan qochishga harakat qiling. Aks holda Varden bilan kurashish bu o'yinning boshida qilmoqchi bo'lgan eng oxirgi narsangiz bo'ladi. Agar omadingiz kelib bir nechta olmos topsangiz, ulardan 5 tadan ko'prog'ini qazib olmang. Kirka va kuchaytirish stolini yasash uchun 5 ta olmos yetarli bo'ladi. Kuchaytirish stoli yasash uchun sizga obsidian ham kerak bo'ladi. Shuning uchun olmos kirka bilan kamida 4 ta obsidian qazib oling. 5 tadan ortiq olmos topganingizda ularning koordinatalarini yozib oling va keyinroq fortunga ega bo'lgan kirka yasaganingizda u yerga qaytib keling. Shu tarzda siz o'yin boshidayoq ko'proq olmos olishingiz mumkin. Bu yerda suvli chelakka ega bo'lish ham sizni ba'zi asab buzar vaziyatlardan qutqarishi mumkin. Shunday ekan, agar sizda zaxira temir bo'lsa, chelak yasab o'zingiz bilan suv olib yuring. Muvaffaqiyatli kon qazib olish safaringizdan so'ng siz ilgari ekkan ekinlar o'sib chiqqan bo'lishi kerak. Ulardan o'z hayvonlaringizni ko'paytirish maqsadida foydalaning. Bu sizning hayvonlaringiz ozuqasi bo'ladi va ularni vaqti bilan ko'paytirish orqali siz tez orada doimiy oziq-ovqat zaxirasiga ega bo'lasiz. Bizda zirh va oziq-ovqatlar bor. Shuning uchun endi Nezerga tashrif buyurishimiz mumkin va buni amalga oshirishning 3 ta usuli mavjud. Birinchi usul shunchaki obsidian qazib olish va portal qurishdir. Lekin sizda olmos kirka bo'lmasa-chi? Unda vayron bo'lgan portalni izlashimiz mumkin va portalni ta'mirlash uchun sandiqdan yetarlicha obsidian olamiz deb umid qilamiz. Lekin 3-usuli ham bor. Bir chelak suv va biroz lava kerak. Chelaklaringizni oling va lavali hovuzni toping. Bu yerga to'g'ridan-to'g'ri suv bilan blok qo'ying. Keyin boshqa bloklarni sindirib, pastki qismiga lava qo'shing.
Bundan so'ng shunga o'xshash shakl yarating. Va bu yerning ustiga suv quying. Chelak bilan biroz lava oling va uni obsidiandan portal qilishda qo'yiladigan joylarga qo'ying. Endi sizda olmosli kirkasiz ham obsidianli ramkangiz bor. Endi siz portalni yoqish uchun chaqmoq toshdan foydalanishingiz mumkin va Nezerga borishdan avval ilgari qazib olgan oltinlaringizni albatta olib keling. Nezer ko'p jihatdan boshlang'ich o'yinda ajoyib bo'lishi mumkin. Masalan, agar sizda XP fermasi bo'lmasa, bu yerdagi kvartslar XP uchun juda yaxshi manbadir. Lekin ko'p ushlanib qolmang. Nezer portalingizni yo'qotmaslikka ishonch hosil qiling. Bu yerdagi qal'alar va qasrlar turli xil narsalarning ajoyib manbai bo'lishi mumkin. Chunki u yerda juda ko'p sandiqlar mavjud. Faqat qora skeletlar va piglinlardan ehtiyot bo'ling. O'zingizni piglinlardan himoya qilish uchun oltinli biror narsa kiyib oling. Men sizga Nezerga kirishdan oldin oltin olib kelishni aytgan edim. Ushbu oltindan foydalanib siz piglinlar bilan hamkorlik qilishingiz va ehtimol juda yaxshi narsalarni olishingiz mumkin. Masalan, menda obsidian bor, shuning uchun men kuchaytirish stoli yasab XP larimdan foydalanishim mumkin. Piglinlarni bu yerdagi teshikda qoldirib, keyinroq oltiningiz ko'p bo'lganda qaytib kelishingiz mumkin. Nezer operatsiyasi tugagach, keling, kirkani kuchaytiraylik. Siz sigir terisidan va shakar qamishidan olingan qog'ozdan kitobli tokchalarni yasash uchun foydalanishingiz mumkin. Bu sizning sehrli stolingizni biroz kuchliroq qiladi. Bizning maqsadimiz fortunga ega bo'lgan kirka olishdir. Va ko'rib turganingizdek bizning omadimiz kulib boqdi. Endi yer ostiga boring va u yerda oldin qoldirgan olmoslaringizni oling. Qazib olish davomida spawnerlarni ham qidiring. Agar spawnerlarni topsangiz, ular orqali XP chiqaruvchi ferma tayyorlash juda ham oson. Agar qurmoqchi bo'lsangiz, YouTube'da bu haqda video qo'llanmalar bor. Lekin siz konchilikdan charchab boshqa biror narsa qilishni xohlasangiz, kichik temir fermani qurishni maslahat beraman. Bu ajoyib ferma. Buni yasash uchun varunkalar, pistonlar va anvillar kerak. Temir fermasini qurish uchun juda oson dizaynlar mavjud. Shuning uchun bu sizlarga muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Ular ishlayotganda siz Nezerda XP yig'ish uchun vaqt sarflashingiz va to'liq kuchaytirilgan zirhga ega bo'lishingiz mumkin. Agar siz ko'proq olmos topsangiz, unda olmosli zirhga ham ega bo'lishingiz mumkin. Asboblaringiz kuchli, hamma narsa kuchaytirilgan va hatto olmosdan qilingan bo'lishi kerak. Bu boshlanishiga ajoyib natija. Chunki endi o'lim haqida tashvishlanishingiz shart emas. Hamda quyidagi 3 ta fermani qurishni tavsiya qilaman. Bular oziq-ovqat, XP va temir fermalari. Va menimcha siz birinchi soatlarni Minecraftda shunda o'tkazishingiz kerak. Tez rivojlanish omadga bog'liq. Shuning uchun agar siz tez rivojlanmayotgan bo'lsangiz, tashvishlanmang. O'zingizning bazangizni toping va o'ynashni davom ettiring. Umid qilamanki, siz yangi narsalarni o'rgandingiz. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr!